Isitish tizimida konvektorlar fon uchunmi yoki haqiqatda kerakli detalmi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Bu obyektimizga konvektor qo'yishimizga asosan 3 ta sabab bo'ldi. Birinchisi, uyimiz high-tech usulda bo'lgani uchun romlarimiz katta-katta. O'shaning uchun konvektor tanladik. Ikkinchisi, agar biz batareya qo'ysak bo'lardi. Faqat batareya qo'yadigan bo'lsak, botimiz juda qo'pollashib, tashqaridan ham ichkari dizayn xunuk bo'lib buzilib qolardi. Uchinchisi, bu xonadonimiz ham proyekt bilan bo'lyapti. Proyektimizda bizga kerakli energiyani faqat konvektordan ola olishganmiz. Nima uchun bu konvektorni tanlaganmiz? Hozir bunga ham to'xtalamiz. Konvektorda birinchi ahamiyat beradigan narsamiz buni korpusi. Buni korpusi ham nержавейкаdan yillar o'tsa ham konvektorga zarar yetmaydi. Ikkinchi ahamiyatli tarafi ventilyatorning dovushini juda pastligi. Uxlayotgan odam ham buni ventilyatorni ishlayotganini sezmaydi ham, eshitmaydi ham. Uchinchi eng asosiy fishkasi 1 yildami, 5 yildami, 10 kundan keyinmi buni ichini hammasini yechib turib bemalol yuvsa bo'ladi. Yevropaning har bitta mahsulotini o'zini o'rnatish, foydalanish standarti bor. Lekin u hamma standartlar O'zbekiston sharoitiga tushavermaydi. Buni oddiy misol va isbot qilib o'rnatgan konvektorimizda ko'ramiz. Biz sharoit hisobga olgan holda standartdan chetlashdik. Yotoqxonalarda maksimum romga taqadik. Oshxona, zal, hollarda romdan ancha uzoqlashdik. Sababi yotoqxonada odam uxlayotganda ventilyator chang uflab qo'yish ehtimoli bor. O'shaning uchun inson sog'lig'iga zarar yetmasligi uchun buni pardani ichiga oldik. Zal qismida pardani oldi tarafiga oldik. Sababi o'tda odam o'tirib, dam olib o'tiriladigan joy. O'shaning uchun o'tga ko'proq energiya berishimiz kerak. Qisqa qilib aytganda, konvektorlarimiz fon, komfort va isitish uchun xizmat qiladi. Bu videoni konvektordan nima uchun foydalanishim kerak deydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.